Balki aurani ko'z bilan ko'rib bo'lmas. Bitta inson bitta ish qiladi, tepasida 100 ming yoki 10 ming plus aura chiqib, sizning oldingizda insonlar o'zlarini qanday tutishadi? Bu mansab jihatdan bo'lishi mumkin, pul jihatdan bo'lishi mumkin, ilm jihatdan bo'lishi mumkin. Siz bir joyga borishingiz bilan o'sha yerning muhiti o'zgarishi. Iliq aurani ulasha oladigan inson choyxonaga kelmasa, siz o'sha choyxonadagi qaysi auraga ega bo'lgan insonsiz? Inson o'z ustida ishlab, aurasini oshirishi mumkin. William Walker, The Human Aura. Bu kitobdan o'zim shaxsan olgan ikkita tavsiyani sizlarga aytib o'taman. Siz ko'chada turibsiz. Bitta inson siz oldingizga bezovta, shoshilgan holatda keldi va bir savolni so'radi. Gapirayotganingizda to'g'ri so'zdan foydalanishingiz bu juda ham muhim. Bu misollardan foydalanib o'z ustingizda ishlasangiz, yana ham aurangiz yaxshiroq bo'ladi. Aura. Ko'p insonlar bu so'zga sirli yoki mistik narsa sifatida qarashadi. Aslida esa aura bu sizdan chiqadigan energiya, tana tilingiz, ko'z qarashingiz yoki insonlar sizning oldingizda o'zlarini qanday his qilishlari. Balki aurani ko'z bilan ko'rib bo'lmas, lekin u har doim seziladi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan sizning aurangiz kuchlimi yoki yo'qmi bilib olamiz. To'g'risi bu videoni olishda menga turtki bo'lgan narsa, internetda har xil videolarni ko'rasiz. Bitta inson bitta ish qiladi, tepasida 100 ming yoki 10 ming plus aura chiqib, ana muzikalar bilan chiqadi. Aslida bu aura emas. Ko'p hollarda bu emotional intelligence, ya'ni vaziyatni to'g'ri his qila bila olish yoki social intelligence, insonlar bilan to'g'ri muomala qilishni bilish. Bular auradan farq qiladi. Aura esa bundan chuqurroq narsa, ya'ni sizning ichki energiyangiz tashqariga chiqishi va boshqa insonlar buni his qilishi. Bugun ikkita savol bilan sizdagi aura qandayligini bilib olamiz. Odatda insonlarda iliq aura bo'ladi. Sizning oldingizda insonlar agar o'zlarini erkin, bemalol, ochiq tutadigan bo'lsa, unda sizdagi iliq aura ularni suhbatga undaydi yoki siz bilan ochiq gaplashishga yordam beradi. Bu kabi iliq aura juda ham ko'p insonlarda bor. Shundan kelib chiqib, birinchi savol, sizning oldingizda insonlar o'zlarini qanday tutishadi? Agar yuqorida aytilgandek erkin, bemalol bo'lsa, unda sizda iliq aura bor. Juda kam toifa insonlarning oldida boshqa odamlar bosimli yoki hayajonli o'zlarini tutishlari mumkin. Buning sababi ularda yuqori aura bo'lishi. Bu mansab jihatdan bo'lishi mumkin, pul jihatdan bo'lishi mumkin, ilm jihatdan bo'lishi mumkin. Bunga har xil faktorlar bor. Lekin biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, insonlar sizning oldingizda o'zlarini qanday tutishadi. Agar o'rtacha bo'lsa, tabriklayman, sizda samimiyat bor va sizda iliq aura bor, tashqariga nisbatan. Agar siz hayotda aurangizni pastligini his qilayotgan bo'lsangiz, unda xavotirlanishga hojat yo'q, chunki video oxirida William Walker qalamiga mansub bo'lgan mashhur kitoblardan biridan foydalanib, sizga aurani kuchaytirish uchun ikkita tavsiyani beraman. Sizdagi aura birinchi savolga ko'ra atrofingizdagi insonlarga nisbatan qandayligini o'lchasa, ikkinchi savolda esa bu atrof muhitga nisbatan qandayligini ifodalaydi. Siz bir joyga borishingiz bilan o'sha yerning muhiti o'zgarishi yoki bir jamoaga qo'shilganingizda jamoaning kayfiyatiga ta'siringiz. Bu sizdan chiqadigan energiyaga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda bu atrof muhitga sizdan chiqayotgan aurani ta'sirini belgilaydi. Iliq auraga ega bo'lgan insonlar atrof muhitga nisbatan ta'siri juda ham oddiy. Ya'ni ular kelishi bilan mavzu yorishadi, yana ham quvnoqlashadi yoki hamma samimiy ochiq gaplashadi. Iliq aura bu sizdan chiqayotgan energiyani atrof muhitga tarqatishingiz. Bunda suhbat yana ham qiziqarli bo'ladi yoki yorishadi. Bunga misollar juda ham ko'p. O'zimizdan keltiradigan bo'lsak, masalan, biz choyxonaga borganimizda o'sha auraga boy bo'lgan, ya'ni iliq aurani ulasha oladigan inson choyxonaga kelmasa, unda mavzu yoki umumiy olganda o'sha holat monotonni bo'ladi. Ya'ni bir tekisda ketadi. Lekin o'sha aura ulashadigan, ya'ni iliq auraga ega bo'lgan odam suhbatga qo'shilsa, unda mavzu yana ham qiziqarlishadi va davra qiziqarli bo'ladi. Endi savol, siz o'sha choyxonadagi qaysi auraga ega bo'lgan insonsiz? Agar videoyingizni ayollar ko'rayotgan bo'lsa-chi, ular qanaqa aurasini hisobga oladi? Endi ayollar gap o'ynaydi. Shuning uchun siz o'sha gapdagi qaysi auradagi ayolsiz? Inson o'z ustida ishlab aurasini oshirishi mumkin. Boya aytganimdek, William Walker, The Human Aura. Bu kitobdan o'zim shaxsan olgan ikkita tavsiyani sizlarga aytib o'taman. Bu nazariyada birinchi urg'u berilgan narsa bu insonning xotirjamligi.
To'g'risi bu xotirjamlik degan so'zni o'qiganimda men inson sifatida xotirjamman-u degan savol o'zimga ham keldi. Bu savol tabiiy sizga ham kelishi mumkin, lekin bu xotirjamlikni ozgina yoritish kerak. Ya'ni doimiy stressdan xalos bo'lish. Ko'chada, ishda, uyda yoki siz umumiy bo'ladigan joylarda har doim xotirjam bo'lishingiz. Inson agar ichidan bezovta bo'lsa, unda undan chiqayotgan energiya yoki aura boshqalarga ta'sir kuchini yo'qotadi. Oddiy misol, tasavvur qiling, siz ko'chada turibsiz. Bitta inson siz oldingizga bezovta, shoshilgan holatda keldi va bir savolni so'radi. Ayni vaqtda boshqa misol, bitta inson shoshilmasdan, xotirjam holatda siz oldingizga keldi va o'sha savolni, ya'ni birinchi inson so'ragan savolni sizdan so'radi. Agar vaziyatga inson sifatida qarasangiz, unda ikki xil insonga siz ikki xil javobni berishingiz mumkin. Sababi ikki xil insondan chiqayotgan ikki xil aura. Bundan xulosa qilishimiz mumkin, inson xotirjamroq, og'ir bosuvroq vaziyatga yondashishi bu insonlarning oldida haybatliroq yoki aurasi balandroq ko'rinishiga yordam beradi. Ikkinchisi esa inson o'zini to'g'ri tuta bila olishi. Aurada bu juda ham muhim. Chunki eye contactni to'g'ri ushlash, tanani to'g'ri boshqara olishingiz va gapirayotganingizda to'g'ri so'zdan foydalanishingiz bu juda ham muhim. Tushunarli bo'lishi uchun misol, bitta inson suhbatga bordi, ishga kirish maqsadida. Endi savol-javob jarayonida, ya'ni o'zini tanasini to'g'ri ushlashi, to'g'ri so'zdan foydalanishi, berilgan savolga o'rnida javob berishi va eye contactni ushlashi bu savol berayotgan insonga nisbatan qanaqa auraga egaligini ko'rsatib beradi. Xuddi shu holatning teskarisi. Boshqa inson shoshilib keldi, savollarga pala-parcha javob beryapti, eye contactni ushlamayapti, o'tga yoki bo'tga qarab gapiryapti va gapirgan gaplarida savolga javob berish hissi yo'q. Bunaqa insonning aurasi qanaqa bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Boya aytgandek, aurani shakllantirish bu o'zingizning qo'lingizda. Bu misollardan foydalanib o'z ustingizda ishlasangiz, yana ham aurangiz yaxshiroq bo'ladi. Masalan, meni holatimga ko'ra, mendagi bor bo'lgan ustozlarning oldiga borib gapirsam, yuqoridagi yetib o'tgan sifatlarim hammasi ularda bor va odatda ular bilan doimiy muloqot yoki doimiy gaplashishim keladi. Siz ham aynan shu ko'rinishda bo'lishingiz mumkin. Shunaqa qiziqarli kontent uchun ham kanalga obuna bo'ling. Boshqa qiziqarli mavzular ustida ko'rishguncha